Bir qissa bilan inshaalloh darsimizni yakunlaymiz. Bu qissani Ibn Qudama rahimahulloh o'zlarining kitobida keltiradi. Jaa rajulun ila Ibrohim ibn Adham faqala ya Ibrohim laqad asraftu ala nafsi biz-zunubi wal ma'asi faqul li fi nafsi qawlan baligha. Bir kishi kelib Ibrohim ibn Adhamga aytgan ekanki, ey Ibrohim ibn Adham, men o'zimga ko'p gunohlar, ma'siyatlar qilishlik bilan ko'p isrof qilib qo'ydim. O'zimga ko'p zulm qilib qo'ydim. Menga shunday bir so'zni aytginki, haligi so'z menga yetarli bo'lsin. Haligi so'zni aytishligi bilan men gunohlarimdan tiyilay. Gunohlardan qayta olmayapman. Menga shunday narsani o'rgatgin degan ekan. Qola Ibrohim ibn Adham, a'izuka bi khamsi. Ibrohim ibn Adham aytganki, senga 5 ta narsani nasihat qilaman. 5 ta narsani senga nasihat qilaman. Agar shu 5 ta narsani qila olsang, gunoh qilaver, senga gunohing zarar qilmaydi degan ekan. Bu gapni eshitgandan keyin haligi odam xursand bo'lib ketib, qanday 5 ta narsa ekan? Ayt, tezroq ayt deb turib shoshiltirgan. Shunda Ibrohim ibn Adham aytgan ekanki, "Iza aradta an ta'sillah va la ta'kul min rizqillah." Agar Allohga gunoh qilishni xohlasang, Allohning rizqidan yemagin degan ekan. Shunda haligi odam hayron bo'lib, "Ya Ibrohim, kayfa? Vallohu yut'imu va la yut'am." Ey Ibrohim, qanday bo'ladi bu? Alloh bizga taom beradi-ku. Alloh taolaga hech kim taom bermaydi. Allohning rizqini yemasa, kimning rizqini yeymiz? Alloh taolaning rizqini majbur yeymiz-ku. Bundan kim ham qodir bo'la oladi degan ekan. Shunda Ibrohim ibn Adham aytgan ekanki, "Ajabanlak ta'kul min rizqillah thumma ta'si." Senga ajablanyapman. Allohning rizqini yeb turib, yana Allohga osi bo'lasanmi degan ekan. Mana bu o'rinda bir misol qilib keltiramiz. O'zingizni bir o'g'lingizni qarang. Bir o'g'lingiz aytganingizni qilmasa, siz bergan pulga borib turib suv olib kelgin, borib turib non olib kelgin desangiz, borib turib shunga sigaret olib chekadigan bo'lsa, qanday jazo berasiz? Ha? Allohning rizqini yeb yuribmiz-ku akalar. Allohning rizqidan boshqa rizqni yeya olmaymiz. Qayerga harakat qilsak ham Allohning rizqini yeymiz. Demak, Alloh bergan rizqni yeb Allohga osi qilishlikdan hayo qilaylik. Shunda haligi odam ham o'ylanib turib keyin aytgan ekanki, "Hati thaniya." Ikkinchisini aytmayli, birinchisini qila olmadim degan ekan. Shunda aytgan ekanki, "Iza aradta an ta'sillah la taskun fi ardillah." Agar Allohga osiylik qilishni xohlasang, Allohning yerida yashama degan ekan. Bor chiqib ket Marsga, agar Mars Allohning yeri bo'lmasa. Allohning yeridan chiqib ketib, xohlaganingni qilaver degan ekan. Shunda haligi odam yana o'ylanib turib, "Kayfa ya Ibrohim wal ardu arduhu was sama'u sama'uhu." Ey Ibrohim, qanday bo'ladi? Yer Allohning yeri bo'lsa, osmon Allohning osmoni bo'lsa, bu yerdan chiqa olmayman, qodir emasman-ku. Bu qanday bo'ladi deganda aytgan ekanki, "Ajabanlak ta'kul min rizqillah va taskun fi ardillah thumma ta'si." Ajablanyapman senga. Allohning rizqidan yeysan, Allohning yerida yashaysan, yana Allohga osiylik qilasanmi degan ekan. Faraz qiling, Allohning yerida yashayapmiz. Gunoh qilishga qodir bo'lsak, mana Alloh yeridan chiqib ketaylik, qilaylik. Qodirmizmi shunga? Qodir emasmiz. Allohdan qo'rqaylik. Haligi odam buni ham qila olmasligini bilgandan keyin 3-chisini aytmayli, 3-chisini qila olarman deydi. Shunda Ibrohim ibn Adham aytgan ekanlarki, "Izhab fi makanin la yaraka fihi Allah wa'sillah." Bor Alloh ko'rmaydigan yerga borgin, o'sha yerda gunoh qilaver degan ekan. Biror yerni bilsang, borgin tag'in o'sha yerda gunoh qilib o'tiravergin. Agar o'sha yerda Alloh taolo ko'rmayotgan bo'lsa degan ekan. Haligi odam ham yana o'ylanib turib aytgan ekanki, "Ayna ya Ibrohim, huvallazi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm." Ey Ibrohim, bu qanday bo'ladiki? Alloh taoloni uyqu ham bir mudroq ham tutmaydi-ku. Alloh taolo butun zamonlarda, butun makonlarni ko'rib turadi-ku. Bu imkonsiz-ku, ey Ibrohim degan ekan. Shunda Ibrohim ibn Adham yana aytgan ekanki, "Ajabanlak ta'kul min rizqillah va taskun fi ardillah va fi kulli makanin yarakalloh thumma ta'sihi." Senga ajablanyapman. Sen Allohning rizqidan yeysan, Allohning yerida yashaysan, butun yerda Alloh taolo seni ko'rib turadi, keyin yana gunoh qilasanmi degan ekan. Haligi odam 4-chisiga o'tadi. Mayli 4-chisini ayt deydi. Shunda Ibrohim ibn Adham yana aytgan ekanki, "Iza ataka malakal maut liyaqbida ruhak faqul lahu inni la amutul an." Agar senga o'lim farishtasi ruhingni olgani kelgan bo'lsa, haligi o'lim farishtasiga, "Yo'q, men hozir o'lmayman" degan ekan. "Yo'q, hozir men xohlamayman o'limdan. Men 10 yildan keyin o'laman. Men 100 yildan keyin o'laman" deb aytgin degan ekan. Shunda haligi odam o'ylanib turib aytgan ekanki, "Man yastati'i hada ya Ibrohim
Vallohu subhanahu va taolo yaqul: "Iza jaa ajaluhum va la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun." Ey Ibrohim, bunga kim ham qodir bo'la oladi? Alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki, agar ularning ajallari kelsa, 1 soat oldinga ham, 1 soat orqaga ham jilmaydi-ku. Bunga hech kim qodir bo'la olmaydi, ey Ibrohim degan ekan. Shunda Ibrohimul Adham yana aytgan ekanlarki, ajaban lak ta'kul min rizqillah va taskun fi ardillah va fi kulli makanin yarakalloh va la tastati'u raddal maut idza atak thumma ta'sihi. Allohning rizqidan yeysan. Allohning yerida yashaysan. Alloh taolo seni har yerda ko'rib turadi. O'lim farishtasi kelsa, o'zingdan o'limni qaytara olmaysan. Keyin yana Allohga gunoh qilasanmi degan ekan. Shunda oxirgi bitta umidi qolgan haligi odam mayli 5-chisini ayt degan ekan. Shunda Ibrohimning Adham 5-chisini aytgan ekanlarki, "Iza ja'aka malaikatul azab ta'khudhu ila an-nar fakhudh nafsaka ila al-jannah." Agar qiyomatda jahannamning farishtalari, jahannamning zaboniyalari seni kelib jahannamga tortib ketayotgan bo'lsa, o'zingni jannatga kirgizib olgin. Shundan keyin gunoh qila o'rgin degan ekan. Jahannamning posmonlari kelib qo'lingdan sudrab, yuzingdan sudrab seni jahannamga olib ketyapti. Qodir bo'la olasanmi o'zingni jannatga olib kirib olishlikka? Agar qodir bo'la olsang gunoh qila ol degan. Gunoh qila olsang gunohing zarar qilmaydi degan ekan. Haligi odam yana o'ylanib turib aytgan ekanki, "Man yastati'u hada ya Ibrohim?" Ey Ibrohim, bunga kim ham qodir bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki, jahannamning posbonlari juda ham qattiqdir deydi. Allohga zarra qadar osiylik qilmaydi. Ular Alloh taolo buyurgan har bir narsani qiladi. Alloh taolo ana shu farishtalarga jahannamga ot desa, hech kimga qaramasdan jahannamga otib yuboradi. Men bunga qodir emasman degan ekan. Shunda yana Ibrohim ibn Adham aytgan ekanki, ajaban lak ta'kul min rizqillah va taskun fi ardillah va fi kulli makanin yarak va la tastati'u raddal maut idza atak va la tamliku li nafsika jannatan va la nar thumma ta'sihi. Ajablanaman senga. Sen Allohning rizqidan yeysan, Allohning yerida yashaysan. Alloh seni har yerda ko'radi. Alloh taoloning farishtalari joningni olgani kelsa, ularni qaytara olmaysan. Alloh taoloning farishtalari seni jahannamga sudrab keta olsa, jannatga o'zingni kirgiza olmaysan. Shunda ham tavba qilmaysanmi degan ekan. Shunda haligi odam aytgan ekanki, "Isma ya Ibrohim. Eshit Ibrohim. Ana atubu al-an astaghfirulloh." Ey Ibrohim, men bugundan tavba qilaman. Bugundan gunoh qilmayman degan ekan. Men bugundan Allohga qaytdim degan ekan. Chunki sen aytgan 5 ta narsani men qila olmayman degan ekan. Men Allohning yerida yashab turib, qanday Allohga gunoh qilaman? Men Alloh taoloning rizqini yeb turib, Allohga qanday osiylik qilaman? Bugundan gunoh qilmayman degan ekan. Endi ey g'aflatda yurgan birodarlarim, biz g'aflatda qolib ketyapmiz. Biz Allohning yerida yashayapmiz-ku. Biz Allohning rizqidan yeyapmiz-ku. Biz Alloh taolo nima qilayotgan bo'lsa, bizni Alloh taolo ko'rib turibdi-ku. Ertaga o'lim farishtasi kelsa, biz ham qodir emasmiz-ku. To'xtab turgin, tavba qilib oling. To'xtab turib, birodarimdan kechirim so'rab oling. To'xta, falontadan $10 qarzim bor edi, shuni berib oling. Deyishlikka qodir emasmiz-ku. Farishtalar jahannamga sudrab ketsa, otamizni ham, onamizni ham, akamizni ham chaqira olmasak, Alloh yordam bermasa, u kuni boshqa hech kim yordam bera olmayotgan bo'lsa, qachon bu tavba qilamiz? Bugun tavba qilmasak. Shuning uchun ham biz mana bu kundan tavbani boshlashimiz kerak. Har bir odam mana shu kunidan qilayotgan gunohlardan tiyilishlik kerak. Bugun gunohlardan tiyilmasak, ertaga tiyilmaymiz. Agar ichimizda nafsimiz yoki ichimizda shaytonimiz to'xta, yana bir marta qilib olgin, yoki bir marta shuni pulini olgin, bir marta qil, keyin qilmaysan desa, vallohi ishonmang, ana bu nafs yoki ana bu shayton kazzob bu. Bir marta qildirgan nafs shayton ikkinchi marta ham qildiradi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga haqiqiy tavba qilishni nasib qilgan bo'lsin.